uyushib, oyoqlarim yeyni saygana sayib, uxlolmadim, yurolmadim. Mana tursam ham yiqilib yo yiqilaman deb aynan turardim. Maydan oxiri chiqolmay qolgan. O'milab kirib, man kirib yotib olgan bo'lgan oxirgi paytlarimda. Shu sinfdoshimdan eshitib, oyog'im aynan bo'lib meni yuryapman, mana 3 kun bilindi deganiga men ham ixlos qilib mashina olib, shuka olib, yaxshi narsani yaxshi deysiz. Hali foyda qilmagan narsani u aytsangiz yomonda u. Ertaga biroz shuka aynan qilib qolsa ham, bu qanday maqtading u deb deyishgan bu. Ishonib o'zim men shu olgan narsamni ishonib, bo'lmasa agar ko'nglim chopmasa olmadim. Mana shuni ko'nglim chopib oldim, mana yaxshi. Xudoga shukr. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Hozirgi paytda Qirg'izistonga, O'sh shahriga tashrif buyurdik. Imенно shu Vertaflex mahsulotini iste'mol qilib, o'zida o'zgarish bo'lgan bemorlarimiznikiga endi hozir Qashqar qishlog'iga yo'l olamiz. Xudo xolasa, mahsulot bo'yicha ikkilanayotgan va bu mahsulot o'zi nima uchun, kimga qanday ta'sir qilganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun biz hozir Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahrini Qashqar qishlog'iga tashrif buyurganmiz, Hamidillo akamlarning xonadoniga. Biz bilan shu gaplashganimizda umumiy hozirgi mana shikoyatlaringiz nimaga bo'lgan? Asosan siz nimada aziyat chekkansiz? Shu bo'yicha bir qisqacha gapirib bersangiz. O'zi shahrimga bir 12 yilmi shu ayna bo'lgan. Men oyoqlarim beroda bo'lib, uyushib, oyoqlarim yeyni saygana sayib, uxlolmadim. Bezoda qiladi shular. Yeyni sayib uxlolmasdan saharga yaqin uxlab ayna bo'lib yurardim. Demak 12 yildan beri saharni diabetdan aziyat chekasiz. Ha. Bundan tashqari oyoq qo'llar uyushib, jimlash holatlar bo'lardi. Uyqu bermadi. Oyoqlarim olib chiqardi. Nervlarim ham o'tirib ayna qilib qolsa ham suylarim og'rib, ujiqib ayna bo'lardi. Lekin shu kechqurunda shu ayolim telefonni ko'rib o'tirib, sinfdoshim degan bir Hafizaxon degan bir qiz bor edi. Shuni ko'rib, uniga o'ttal menga o'xshagan, uni ham sahri bor edi shu. Ana oyoqlar og'rirdi ekan, ko'chaga ham chiqolmay qolgan ekan, shuni ko'rib, men ham u bu qilib gapini eshitib bo'lgandan keyin ertasi kuni lekin sizlarga ekan shu nomerlarni topib, u murojaat qilib, shu ertasi kuni soat 3-4lar yetkazib olib keldi. O'g'lim olib keldi shahar. Shu mana shu dorilarni maslahatlar keldi. Suykadim, ashkurlik kechqurunda. O'z 4-5lar olib kelganmiz. Yana sizlarga ziyon qildik. Sizlarga suykisi bo'laveradi. Bugundan kaprusasini ham ishsi bo'laveradi dedim, lekin ashkuni ham oyog'imga mazani suykadim, haligidan ichib bir 2-3 kunda endi sekin lekin o'sha jo'rashlar, oyoqlarim uyushlari yo'qoldi. Mana hozir mana bir hafta bo'ldi. Yaxshiman. Men o'zim ham hozir o'zim oyoqlarim yumshab, eshik chiqib, u yoq taraflarga borib, bemalol borib kelib yuribman. Yaxshi. Oxirgi 5 oyning ichida больницаga yotib davolandingiz, lekin natija bo'lmadi, ancha harakat ham cheklanib qoldi degansiz. Shu bordim, shu kalasini olib yurdi o'g'lim, shu haydadi. Keyin chiqayotganda yurib chiqdim. 40-50% yurib, chiqdi, больницаga yotib, chiqdim. Yaxshi, ulardan aynasi bo'lib chiqdi. Keyin baribir u aynaga bo'lgandan keyin yo'qolmadi. Yo'q, uyushlar yo'qolmaydi, baribir 3-4 kun bo'lganiga bar sayib, u qilib o'tib aynalar. Shu yurib shuni ko'rib qolib, sinfdoshim aynaga. Men ham mashina olib, mana hozir suykab, yuribman, yaxshiman. Yaxshi ekan aynasi. Kim mana oyog'i og'rib, uyushib, suylari og'rigan bo'lsa, mana shu mahsulotni olib, suykab, ichib aynaqsi yaxshi ekan, rezultat yaxshi. Demak, o'sha gruppada ikkilanayotgan bemorlarni ko'rgan bo'lsangiz, xolisona fikringiz tavsiya qilasiz bemorlarga. Bemalol olib, suykab, ichib, 3 kunda o'zi bilan ekan. 3 kunda siz o'zgarish sezdingiz? Sezdim men. 12 yildan beri saharingiz bor, oyoqlaringiz uyushi jimlashlar bor, natija bo'lmagan boshqa mahsulot bo'yicha. Natija bu aynan bo'lmagan. Lekin buni 3 kunda sezdingiz. Sezdim mashina. 3 kunda sezdingiz. Endi misol uchun ichishni boshlaganingizdan keyin 3 kunda o'zgarish sezildi. Lekin shu paytgacha o'rtada bir bezovta bo'lishlar, yo'q. Mana shu oyoqlarim qizitib ekan, oyog'im suykaganiga qizitib, aynan bo'lar ekan. Uyushlari, nagal yeyni sayib, ori-cho'ri aynan sayganda u yoqda bilan bu yoqda bilan uxlamay chiqadi. Saharga uxlab qoladi. U narsalar yo'q, yo'qoldi. Uyqu ham yaxshilandimi? Uyqu ham yaxshi bo'ldi. Mana ayolim o'tirib bilan yaxshi uxladingiz, oyoq qo'lingiz deb
gapirib anaqa zo'r bo'ldi, yaxshi ekan. keyin boya ham gaplashgandik, umumiy mana misol o'rtada harakat cheklanib bitta xonadan chiqolmay yotib qolganman deyapsiz. O'sha paytda o'tkazgan hayolingizdagi uni işte mena уже bu sahib baribir bu olib ketgan bu ana bir kasal chiqsa yana ikkinchisi chiqar ekan, ikkinchisi chiqsa yana chiqar deb har anaqa qilib men balki tuzalmayman shekilli mana xayollanib qilib yurganman. Mana hozir mashina suykab u bu bo'lgan ekan, ko'nglim ham ravshan bo'lib, mana yurib o'zim bemalol hayotga qiziqishingiz ortdimi undan keyin? Albatta, buttayna bo'ldi. Yaxshi, mana tuzayman. Bemalol mustaqil tashqarilarga chiqyapsiz. Chiqyapman, chiqib o'tyapman, u yoqqa anaqilyapman. Ancha-muncha mana o'tgan jina anaqa turib, daraxtlarni ham jina kesdim o'zim anaqa. Baribir birov kesmaydi uni anaqa. Anaqa kesib, mana jinday bo'lsa ham 50-60% bo'lsa ham oyoqlarim yumshab, yurib ashadan kesib yurdi. Bo'lmasam yurolmadim. Mana tursam ham yiqilib yo yiqilaman deb anaqa turardim. Bosolmasdan. Mana hozir bosib, jinday bo'lsa ham turganingizda ham oyog'ingizni bosganingizda og'riqni yoki sezmaslikni hisobiga yiqilib ham yiqilaman deb anaqa qilib yiqilib ham tushganman. Mana oyog'im sezmaydi, jinday qoqilib tursam ham yiqilib tushaveradi. Oyog'imga usholmadim anaqa. Mana hozir yaxshi. Mana yursam ham bemalol yuribman. Bu mana sahrda hisobiga kelib chiqqan diabetik nevropatiya deyiladi endi asosan. Shuni hisobiga o'sha oyoqda sezuvchanlik yo'qolgan, tashqariga chiqqaningizda даже yiqilib ham tushgansiz. Ha, yiqilib ham tushganman orada. O'zi o'tda biroq cholib olganda oyog'im aynaqa yiqilib tushganman. Zo'r turganman. Oyoqda quvvati yo'q. Ayna bo'lib yurib bo'lgan ish bo'lgan. Hozir quvvat kirib qoldimi? Hozir quvvat kirib qoldi sal ayna. Aytaman mana yurib bemalol yuryapman ayna qilib. Qo'rqmasdan chiqib, yurib, o'zingizning xizmatingizga yarasha bemalol ko'rsata olyapsiz o'zingiz. Chiqyapman hozir, chiqib bemalol yurib. Oldin yurmadim. Mana yo'q bittasi yo o'g'lim shug'ullanadi bir tomondan, yo bo'lmasa ayolim ushlab, lekin borib olib kelib yetalab yurishadi. Odamlar narsaga chiqayotgan paytingizda ham yetalab olib borishardi, yetalab kelishardi. Mana hozir narsa yo'q hozir. Yaxshi. Mustaqil borib bemalol borib sekin o'zim borib o'zim kelyapman. Oldin ham ichganmisiz? Yo'q, bundan narsa hech ichmagandim. Bor, haligi u doktor haligi yana bir narsa stol berib, u bir narsa qilib men undan hali ichmagandim. Mana shunga o'zim ko'nglim chopib, mashina olib, ixlos qilib mashina oldim. Shu sinfdoshimdan eshitib, oyog'im aylanib qolib, men yuryapman, mana 3 kunda bilindi deganiga, men ham ixlos qilib mashina olib, shuka olib, yaxshi ekan. Ishonib o'zim, men shu olgan narsamni ishonaman, bo'lmasa agar ko'nglim chopmasa olmadim. Mashina ko'nglim chopib oldim, mana yaxshi, Xudoga shukr. Ko'rsatasiz albatta. Demak, hozir mana sizni ko'rib turgan tanishlaringiz bo'lsa, shu Qashqar qishloqlik yoki umuman Qirg'izistonlik bemorlar bo'lsa, gruppada kuzatayotganlar bo'lsa, xolisona mana Ro'zani kunida nima deya olasiz? Tavsiya qila olasizmi? Mana albatta tavsiya qilaman buni. Bemalol o'zida bemalol aynan qilaman. Mana kim suyaklari, oyoqlari og'rib, qar bo'g'imlar og'rigan bo'lsa, mashina olib, suykab, kapsulasini ichsa, обязательно 3 kunda rezultat bilindi ekan. Mana sizda 3 kunda bilindi. Bitta meniki emas, ko'p eshitganlarniki emas, olib suykagalar 3 kunda bilindi ekan. Mana menga bir hafta bo'ldi, yana ham yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yana ichamiz, yana hozir 7 kun bo'lsa, yana bir 10-15 kun yana ichsam 1 oy. Yana o'zi yana ham yaxshi bo'lib qoladi. Aynan qilib mana niyat aynan qilib, xolis qilib, mana ixlos qilib ichyapmiz. Yaxshi ekan. Agar yomon bo'lganda men aytardim, ya bu bo'lmaydi ekan, aynan bo'lmadi, rezultat yo'q ekan. Yaxshi ekan. Kim shu oyoqlari, kim aynan og'rib, o'zini aynamizda gidijisi bormi, suyaklar qar olgan bo'lsa, suykisi foydasi bor ekan. Oldin mana internetlarni xolam ko'p ko'radi dedingiz. Mana shunaqa tabiiy mahsulotlar chiqib qolsa, ishonarmidingiz o'zi shunaqa odamlar gapiryapti-yu, o'zgarish bo'lganmi? Bularga aytardi, mana ishni mana bu bo'ldi. Mana endi hozir guruhga kirgandan keyin ancha-muncha endi yomonlashmas aynan. Shu ichayotgan dorilarni birakisi aytayapti, menga ta'sir qilmadi, bilmadim deb, shu olib ichganlar aynan. Boshqa dorilarni aynan. Hamma o'sha moqta o'sha. Aytaman, Qashqarcha bilib bo'ldi bu aynan. Qarata ekan, men ham olaman, nomerini kerak, u bo'ldi, mana hamma istab olyapti. Mana meniki ham men ham istab olgani uchun shuki aynan qildim, yaxshi. Rezultati yaxshi. Topib mashina ichaman deb turadi. Ha, ichaman deb, mana men ham ichaman deb aynan qildim, haqiqatdan suykadim. Ichdim aynan qildim. Mana 3 kun bilindim, mana o'sha bir hafta yaxshi yurib, oyoqni qizitib, chiroyli bo'lib
o'tiribman. Mana biroq aynan bolalarim ham kelsa, nevaralar kelsa, men olib quchoq olib o'tiribman. Undan orishi yo'q endi. Men ham yurolmay qoldim. Ko'chaga qachon chiqaman keyin, qachon aynan qilaman keyin. Bu oyog'im tuzalarmikin deb to'g'risi har o'ylay kelib yurganman. Ana shu oxirgi paytda mana boya aynan qildim. Maydan oxiri chiqolmay qolgan. O'mlab kirib, men kirib yotib olgan bo'lgan oxirgi paytlarimda. Sekin ana shu og'irlashib oyog'im ana shu darajaga keldi. Shuni oxiridan keyin endi Xudoyim ham o'zi anaqa qilganmi, shuni ko'rib qolgan ayolim mana tashsin. Mana olib anaqa qildim, mana endi bemalol mana oyog'im ko'tarib chiqib, mana bemalol yuribman. O'zingiz yurganingiz boshqa? Ha, o'zim yurganim boshqa. Aytayapman, oyoq chiqib o'tirasan, siqilib o'tirasan anaqa. Bu qachon bu tuzalar ekan deb mana. Mana Xudoga shukr chiqib, mana yuribman. O'zim ko'nglim ham mana ravshan bo'lib, mana chiroyli bo'lib. Ko'ngil ko'tarib, hal ko'rgan qiziqish ortib. O'g'lim ham so'rab anaqa qilib qo'ydi. Dada, ta'sir qilyaptimi? Qanday foydasi bormi ekan dedi. Foydasi bor ekan dedim. Yaxshi ekan dedim. Desam, unda bo'lsa yaxshi u bu deb, o'g'lim ham so'rab anaqa qo'yadi. O'sha o'g'lim ham kelganda o'sha aynadan. Shuni yangi aktualizatsiyalar aynan. Ta'siri bormi ekan? Bor ekan. Ha, bo'pti deb anaqa, o'zi ham ko'rib yurganim ko'rib, ha, dada yaxshi ekan u bu deb anaqa. Ha, yaxshi uchun yaxshi. Yaxshi narsani yaxshi deysiz. Hali foyda qilmagan narsani u aytsangiz u yomonda u. Ertaga biroz suyka aynan qilib qolsa ham, bu qanday maqtading u deb deyish ham mumkin. Yolg'on gapirgan. Ha, mana bu ro'za paytida aytyapman, zo'r ekan, olib kim og'risa shu oyoq so'ya aynala. Olib suykab bemalol keyin yurib ham ketaveradi agar naqsa. Ixlos qilib suykab ham yo'q naqsa. Men tavsiya qilaman mana narsani. Shaxsan o yuzdagi o'zgarishlardan kelib chiqmayman. Albatta. Ha. Albatta. Demak, ushbu mahsulotni ikkilanayotganlar bemalol mana ta'sirlanib ko'ryapsizlar. Ha, bemalol. Albatta. Do'stlar, nomer qoldiramiz. O'zbekiston nomer bo'ladi faqat 97 bilan 993 0057 faqat +998 bilan. Haliga YouTube'ga biz nomer qoldirgandik. Mana bu 55 kodi bilan 201 12 12 raqamimiz bor. Ko'pinchasi YouTube'da ko'rib, uni primoy telefon qilyapti-da, Qirg'iziston raqam deb telefon qilganda bitta qirg'izistonlik bitta akamizni, boshqa akamizga aloqaga chiqib qolishyapti ekan. Shuni hisobiga e'tibor berishlarini sizlardan so'rab qolaman. Bizni nomerlarimizni, qoldirgan nomerlarimizni boshiga faqatgina +998 kodi bilan yozib ketinglar qolganda. Ko'pinchasi 998 qilmayapti-da, qolgan raqamini terib Qirg'izistonga tushib qolishyapti. Sizlarniki emas ekan bu dori. Men istab yurib boshqa odam bilan gaplashibdi degan holatlar ham kuzatilyapti-da bizda. Shuning uchun nomer terayotganda adashmanglar, shu WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa gruppamiz bor. Gruppada ham borsiz, aktivsiz hozir gruppada. Bor-u, chiqib turadi, eshitib o'tiramiz lekin. Mana hozir bugun 8:00 boshlayapmiz deymiz. Keyin eshitib, bunikini aynalarni eshitamiz. Chatni ko'rib, bilan suhbat o'tkaziladi xudo xolasa. Eshitsanglar, unisi u manaqa deyapti, bunisi manaqa deyapti. Ashuni eshitib o'tiramiz-da. Azizlar, yaxshi ekan deb. Biroq hech bu anaqani bir hali yomon degan o'tirib anaqa. Men ham olaman shu nomerni beringlar, u bu deb mana istaganlar ashuncha hozir. Tushunganlar. Tushunganlarni anaqa so'rayapti. Mana asli so'radi, o'zimiz qishloqlik boy aytdi anaqa. Bugun kech keldi, endi kechadan boshlaganmiz anaqa. So'rayapti anaqa, men ham olaman, bekitib oldim deyapti anaqa. Ishonganlar olyapti. Bu kelinglar mana chiroyli qilib aytib deb anaqa qilyapti. Mana kuyov mana oladi, mana yaxshi qoldi, u bu deydi. O'rab ishonib anaqa. Ko'p, mana ko'payyapti qishloqda anaqa. Oladi, og'riganlar ham o'zi ko'p ekan, suyaga og'rib anaqa qilaylar ko'p ekan. Albatta. Ayniqsa bu havo ayniganda kuchayib ketib qoladigan og'riqlar o'ta ko'p bo'ladi-da, bu sohalarda ham. Biz bilmadik, ko'proq mana xotin kishilar bari shu suyagi uyog'im og'riydi deb aytishgan. Endi bilmaysizlar. Mana eshitib o'tirsangiz, suyagi og'rib, ana oyoq og'riganlar ko'p ekan. Endi ashla endi ishonganlar olyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa, albatta. Olib, ichib, natijaga sezayotganlar ham ko'p. Biroq hech yomon degan yo'q. Men sezganim yo'q, u bu degan yo'q. Hammasi 3 kunda yo 4 kunda bilinyapti deb gapirishyapti. Albatta endi organizmni o'zini sezishiga qarab, ko'pinchasi bilan shu aytaman, ko'pincha 1 kundan 7 kunga qadar o'zgarish sezyapti. Men statistikamizni aytaman doim bemorlarimga. Masalan 5000 dan 90% ijobiy natijaga erishganmiz, 1 kundan 7 kunga qadar o'zgarish sezayotgan bemorimiz ko'p deb aytaman. Bemalol ishonch hosil qilib ayta olmayman-da. Masalan, o'zingiz ham shaxsan 3 kunda o'zgarish sezgan. Men 3 kunda sezdim aniq. Albatta. Bu 3 kun o'zgarish sezishingizdan oldin 5 oy harakatsiz o'tganman dedingiz.
hech narsa anaqa bo'lmaydi. Mana shu yuragim, mana shu oyog'im og'rib, u qilib, men qandan endi dori istaymiz, u dori mana Xudoga shukr, mana shu Xudo Yetgan. yetkazgan ekan, mana shuni suyuqlik mana yo'qoldi. Sezmadim. Mana shu oyog'im mana shu bu yerni sezmaydi. Mana birov mana saysi ham sezmaydi. Mana tepalab yursam ham hech narsa sezmaydi. O'tdan tatalab yuraman, yerni bosyapman, bosmayapman deb mana yuraman. Aylanib qolgan. Taxtaga o'xshab turadi. O'tdan qolagan. Mana egilmaydiganda mana egilmaydi. Yine taytashib bunday yuraverasiz. Hozir mana yumshab, yusib, o'sha mana shu boshlagandan keyin undan keyin yurishda yaxshi ayna qiladi. Yaxshi bo'ldi yurishim. Bo'lmasa agar bo'lmaganda yaxshi tasala u buqara shu mana egilmasa yurolmaysizganda. Yo yiqilib tushasizga yo bir boya aytdim, yo cholinib qolsa, shu biroz cholib olganda yiqilib bir marta ayna bo'ldimda, biroz cholib olganda bo'ldi. Yotib zo'r o'tirdim, mashina quvvat yo'qda. Bir marta o'sha turib yurayotganda oyog'i sezmasdan yiqilgan. Ha, o'tdi biroz cholib olganlarga o'zimni o'zim ayna qilib yiqildim-da. Ashundan zo'r o'tirdim ayna qilib. Hali quvvat yo'q o'xshab ayna. Oyoqda Mana shu uyushib ayna bor. Mana hozir endi mana yursam ham o'sha sal sezib, ayna mana yurib sal bemalol ayna qilib. Tagi mana sezmasa ham yumshab qoldi-da oyoq. Yaxshi. Natijasi bor ekan. Foydasi bor ekan buni aynan. Demak, o'zingiz bemalol chiqib, harakat qilib, daraxtlarni ham kesdim deyapsiz. Kayvot tesh qildim deyapsiz. Oxiri mana o'tirib jina yurib qoldimmi o'zim aynan. Sekin yurib borib turib daraxt ushlab turib kesib qo'yib, u bu qilib yani sekin jilib daraxt sal ushlab turib asrab qo'ygan. Aynan qilib kesib aylanib tozalab aynan. Demak, ikkilanmasdan bemalol gruppani ko'rib, olib, netib, kuzatib, boshida misol mahsulot olgandan keyin gruppani ko'rishsin, mana bemalolning fikrlari qanaqa bo'lyapti, bemalol vaqt qo'yib beramiz. Endi Xudo xolasa bir qilayotgan ishlarimizga bir duo qilib bersangiz hozirga. Mana shu chiqarayotgan mahsulotlar sizlarga sizga yaxshi ekan, sizlarga rahmat, ishonlarga ham rivoj bersin. Amin. Hammaga shifo bersin. Hammaga shifo bersin. Allohu akbar. Kechqurun yozgandik mana shuni. Nomini bilmayman, Suzog'lik deb qo'ydik. Suzog'dan dedi. Mana shuni o'ziz nomerlarini aytib deb aynan. Men shu Bu yoq bizni mahsulotimizni so'rab sizga yozib so'rab olyapti. Ha, kechqurun aynan qanday u bo'ldi. Oyam zivon qilganda sizlar chiqib ketinglarga. Bu kelmaydi qilgan. Endi menga qildi. Shuni aytib qo'ying. Menga qilyapti u bu dedi. Sizlar qaytyaptilar, turib turing dedi aynan. Hozir ashi bola yana qaytyapti ekan. Sizga gaplashtirib qo'yaman, suylashtirib qo'yaman san bo'pti deb. Mana sizlar videoni oxirigacha ko'rib olgan bo'lsangiz, o'zida bo'lgan o'zgarishni bemorimiz aytib o'tdi sizlarga xolisona fikrlar 3 kunda o'zgarish sezdim dedi. Agar sizda ham uydagilarda yoki ota-onangizda bo'g'im, suyak, nerv og'rig'i bo'yicha og'rib, shifo topolmay yurgan tanishlaringiz yoki bemorlar bo'lsa, bemalol ushbu videoni jo'natib, biz bilan quyida qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqib, bu mahsulot bo'yicha batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Xudo xolasa o'zimiz sizlar bilan bog'lanib mahsulotni yetkazib beramiz.